Qaysi Barishahni aytyapsan? Unga yo'l bosan. Yolg'izim. Bariska shohimish. Rostdan repetitsiya qilyapsizlarmi? Dog'ida uni qilmishi badkirdorlikdan iborat edi. O'zi podshohlik qilib hamma narsaga ega chiqmoqchi bo'ldi. Bu qilmishi uchun o'limga mahkum. Yo'q, shohni o'zginasi. Ofarin. Qani, davom eting. Boyvuchchani nega xafa qilding? 2, 3. Bu video qiziqarli bo'ladi. Uyda yolg'izdagi Kevinga, Udabron bolalardagi Junior Cortesga, Junior Rodrigo Ekesga Bravo Cortes. va nihoyat Boyvachcha Richga Himoyaning birinchi qoidasi: betingni ehtiyot qil. kimlar ovoz berganini aytib. To'xtang, aka. Men videoga olman, originalni ko'rsatgan. Mana vaqtim yo'q, aka. Paputi ovorasiz, men sochingiz ovoraman, siz aytib berasiz odamlarga. Namuncha tasqara bo'lmasa, topgan qizini qara-ya. Aka, lekin saloninglar zo'r ekan. Umumiy xonasi ham bor ekan, keyin VIP xonasi ham bor ekan. Qoyilmisiz? Shunaqa qilib aka, kim ovoz bergan aytavering endi bir chekkadan. Oldin soch chovoling, oxirida aytaman. Kelishdikmi? Yo'q, kelisha olmadik. Qani aka, sochingiz yoqdimi o'zingizga? Zo'r, rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling aka. Demak, har uchala qahramonga ham Jahongir Ismoilov ovoz bergan. O'shanda aktyor 13 yoshda edi. U Sport telekanalidagi bolalarga bag'ishlangan ko'rsatuv boshlovchisi bo'lib ham ishlagan ekan. Dada, oyi, bas, qayerdasizlar? Keyinchalik nimagadir Jahongir Ismoilov dublyajlardan ancha uzoqlashib ketgan. Mana shunaqa. Bellu sartaroshga kim ovoz bergani qiziqroqmidi? Bomba filmi esiladami? 30 yil orqaga qaytamiz. Aynan o'sha xonadonning qizi Risolatxon. Oyi? Mana nima? Originalni ko'rsataman. Asaliya Sharipova, aziz do'stlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nigohlaringiz, qarashlaringiz o'zgarmagan. Rahmat. Sochingiz rangi o'zgargan, chunki unda qora edi. Ko'pchilik mani Michael Jacksonga o'xshaysan deyishadi. Shu gap rostmi? Uzoqdan o'xshasangiz kerak. O'shanda necha yoshda edingiz? O'shanda 36 yoshda edim. 36 yoshda turmushga chiqmagan qiz rolini o'ynagansiz. 3 ta bolali bo'lib. 3 ta bolangiz bormidi? Vau, katta bolangiz necha yosh edi? Katta bolam 16 yosh edi. O'rtoqlar, kinoda Bomba kinosidagi Risolatxonni o'ynagan go'zal qizning o'shanda 3 ta farzandi bo'lgan va kattasi 16 yoshda edi. Mana bu ovqatni oling, oyimlar berib yubordilar. Rahmat, xonim to'p. Tasvirga olish maydonchasiga Sijjakka oilangiz bilan borgan ekansiz-a? Oilaviy bordik. Xo'jayinlar, oilaviy, bolalarim, hamma syomka qilib dam oldik. Ajoyib. Zo'r kino. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunaqa. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Shaytanatdagi jahldor o'qituvchi esingizdami? Asad. Tur o'rningdan. Originalni ko'rsataman. Tadam. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. O'zbekiston davlat satira teatri aktrisasi, Do'stlik ordeni sohibasi Amina Ibatulina. Ana shunaqa. Amina opa 22 yil bo'ldi, yanglishmasam. Ha, 22 yil bo'ldi. 22 yil. Bu juda ham salbiy obrazda, juda ham epizod bo'lgani bilan salbiy obraz. Qanday rozi bo'lgansiz? O'zingiz hayotda bir mehribon insonsiz-ku. Hozir hamma bitta-bittadan. Mana bu unsirvachchaga, dushmanni bolasiga o'z nafratini izhor qiladi. Yo'q, rozi bo'lmaganman. Shu filmni, video filmni rejissyori O'zbekiston xalq artisti va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yodgor Sa'diyev taklif qilganlar. Yo'q. Tur. Avvaliga rozi bo'lmadim. O'ylab ko'rgin dedilar. 1-2 kundan keyin yana qo'ng'iroq qildilar. Tayyormisan dedilar. Tayyor bo'lsang, ertaga yo'lga chiqamiz, syomka dedi. Yo'lga chiqamiz demak, u Toshkentda olinmaganmi? Toshkentda olinmagan, Zarkent qishlog'ida, Parkent tumanini Zarkent qishlog'ida olingan. Sanchi?
takrorlayman. Bitta epizod bo'lsa ham ancha buncha professionalizmni ko'rsata olgansiz. Sizga katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Ishlaringizga omad. Ana shunaqa. Satira teatriga kelinglar o'rtoqlar, spektakllarni ko'ringlar. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Eslaysizmi? Xomush Xo'tikcha degan multfilm bo'lardi. Aynan mana shu multfilmga kimlar ovoz bergani qiziqmi? Boshladik. Menda bo'lsa bor yo'g'i bitta xo'tikchi. Demak, Xo'tikcha. Ana, toqqa ham mesi ketishdi. To'g'ri, g'irg'ir mendan kuchli. Bu Zulxumor Mo'minovaning ovozi. Qizaloqning otasi. Bilasanmi Xo'tikvoy, unga har qanday og'ir ish ham hech gap emas. Sen endi damingni ol. Dublyaj san'atimizning darg'alaridan biri Afzal Rafiqov ovoz bergan ekan. G'ir-g'ir. Ishni sizdan yaxshi ko'raman-da. Yana nima ish qilsam ekan, ha? Benzin kolonkaga borib kela qolay. Katta mashinalar bilan charchaklashib kelaman. Menimcha ovozdan yaxshi tanib turibsiz. Farhod Abdullayev. Va nihoyat qizaloq. Senga nima bo'ldi, Xo'tikvoy? Nega xomushsan? Bu Gulchehra Jamilovaning ovozi. To'g'risi, mana shu multfilm haqida kontent tayyorlash jarayonida o'zim maza qilib ko'rdim. Sizga ham tavsiya qilaman. Bolalikni eslaysiz. Do'stlarga ham yuborib qo'ying. Originalni ko'rsataman. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. O'zbekistondagi mobil aloqa kompaniyalarining ovozlari kimlar bilasizmi? Originallarini ko'rsataman. Abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. SMS yuboring yoki keyinroq qo'ng'iroq qilib ko'ring. Аппарат вызываемого абонента выключен. Отправьте SMS или попробуйте перезвонить позже. The subscriber phone is switched off. You can send SMS or call back later again. Originalni ko'rsataman esa doim aloqada. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме ожидания. Call has been put on hold. Please hold the line. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме ожидания. The subscriber you have dialed is busy now. Please hold on the line. Bu videolarni men turli vaqtlarda yil davomida tasvirga olganman va siz profilga kirib, ovora bo'lib, qidirib o'tirmasligingiz uchun birlashtirdim. Ana endi kimlarning originalini ko'rsatay. Izohlarda yozib boring. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Balki bilarsiz, lekin menimcha yoqimli o'tmish Shaytanatda Asadbekning o'g'lini kim o'ynagan? Eslaysizmi? Men originalni ko'rsataman. Hammalarga Firdavsen, Firdaus Fazliddinov Abdusamatning rolini ijro etgan va Firdaus aka necha yosh edingiz? 22 yosh edim. 22 yosh. Ha, o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayoqlarda yuribsan? Zaynabnikiga boruvdim. Zerikib o'tirishgan ekan. Bog'larni aylantirdim. Kuyovingiz ham birga bordilar. Kim taklif qilgan Shaytanatga siz? Ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Yodgor akam Sariyev. Yodgor Sariyev. Qaysi sahna qiyin bo'lgan? Sahnalar oson sahna bo'lmagan. Qo'limdan kelgancha qaratyapman. Shu eng qiyini shu o'g'li o'sha betob bo'lib yotgan payt. Umr yonayotgan shamga o'xshar ekan. Bir puflasa o'char ekan. Firdavsen aziz do'stlar, Abdusamatning originali. Ajal rahmat. Sog' bo'ling. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Mendan yana ko'pchilik mana bu ovoz egasini so'rayapti. Tarona Records taqdim etadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 may kunlari soat 19 da Istiqlol san'at saroyida Shahzoda. Ha mayli. Yana bir marta originalni ko'rsataman. Tarona Records taqdim etadi. G'ayzlar, bu Dilshod Ismoilovning ovozi. U O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Arsen Ismoilov hamda O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ismoilovalarning farzandi hisoblanadi. Dilshod aka faoliyatining asosiy qismini otasi singari, onasi singari pedagogikaga bag'ishlagan va bundan tashqari turli loyihalarda bu insonning nodir ovozini eshitishimiz mumkin. Aytgancha, Dilshod Ismoilov ham bir qator filmlarda rol ijro etgan. Lekin va'dangni ustidan chiqmabsan, oshna. Qanaqa va'da? O'sha nomartlarni urgani birga bormoqchi edik-ku. Seni topolmadim. Lekin uyasi qayerdaligini bilib oldim. Chiqqanimdan keyin yana boraman.
Siz bu ovozni yana qaysi reklamalarda eshitgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Rahmat aka. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni.